Zarifjon aka Naxalov, ular dasturlash yo'nalishida 15 yillik, Computer Vision yo'nalishida 7 yillik tajribaga ega mutaxassis sanaladilar. Professorimiz Jongjali laboratoriyasida bizlar ishlaganmiz. U yoqda asosan birinchi loyihamiz tasvirlovha ko'prikning salomatligini, ya'ni uni birdamligini aniqlaganmiz. Nima uchun unga muqobil tarzda bizni mahsulotlarimizni ishlab chiqarish sohasiga tatbiq qilish ahamiyati zarur deb hisoblaysiz? Ma'lumotlarni berish unchalik kerak emas, chunki ular har xil maqsadlarda ishlatish mumkin. Upwork platformasida Abdulnoz shogirdim ish faoliyatini olib boryapti. O'rtacha misol uchun 6 oy atrofida ishlagan bo'lsa, birinchi loyihalari $10, $50 atrofida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda kelib umumiy ishlagan summasi 5000 ga yaqinlashib qolgan. Asosan faqat bitta ish qiladi, ya'ni Computer Vision bo'yicha. U matnli ko'rinishdagi holatda, misol uchun agar biz ishlab chiqargan taqdirda ham u tilga bog'liq. Tilga bog'liq deganda muayyan bir tilga bog'lanib qoladi. Ovoz ham xuddi shunday, ular albatta tilga bog'liq. Tasvir bo'lsa, bu global holat, ya'ni aynan o'zimizning holatda aynan shu yo'nalish bo'yicha rivojlantirsak, ya'ni bizlar ishlab chiqargan yechim butun dunyoda hammada til tanlamaydi, boshqa narsa tanlamaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, aynan shu yo'nalishda rivojlantirganimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Aynan O'zbekiston sharoitida tajribali Computer Vision mutaxassisining oyligi qancha? O'rtacha 2000 hisoblanadi. Ish o'rni ko'proq, ya'ni raqobat kamroq bu yerda. Chunki murakkab bo'lganligi sabab. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz Zarifjon aka Naxalov. Ular dasturlash yo'nalishida 15 yillik, Computer Vision yo'nalishida 7 yillik tajribaga ega mutaxassis sanaladilar. Computer Vision yo'nalishida Janubiy Koreyada doktorantura yo'nalishida tahsil olganlar hamda aynan mana shu yo'nalishda hozir faoliyat yuritib keladilar. Demak, taxmin qilganingizdek, bugungi suhbatimiz aynan mana shu soha haqida. Ushbu soha ishlab chiqarishga qanday tatbiq etiladi, sohaning kelajagi va aynan bu yo'nalishda Zarifjon akani amalga oshirib kelayotgan loyihalar haqida suhbatlashamiz. Zarifjon aka, Computer Vision bu qanday yo'nalish sanaladi hamda ushbu sohaga kirib kelishingiz qanday boshlangan? Computer Vision bu sun'iy intellektning bir yo'nalishi hisoblanadi. O'zi Computer Vision oddiy qilib aytganda, misol uchun tasvirlar ustida amallar bajarish, uni tahlil qilish uchun yordam beradi. Computer Vision misol keltiradigan bo'lsam, asosiy vazifasi tasvirlarda tahlillar qilish, ya'ni ularga misol eng birinchilari 90-yillarda misol uchun Qo'shma Shtatlarda aynan pochta xizmatlarini qo'lyozma ko'rinishda, ya'ni handwriting indekslarda u paytda qo'lyozma ko'rinishda bo'lardi. Ya'ni kimdir ularda o'tirib qaysi manzilga borishini o'qishi kerak edi. Juda ko'p vaqt va juda katta hajm bo'lgani uchun Computer Visionning eng birinchilardan qo'llanilishi, amaliyotga qo'llanilishi, ya'ni qo'lyozmalarni raqamli ko'rinishga o'girib kompyuterga o'tkazilgan. Misol keltirsak bo'ladi va boshqa juda ko'p sohalarga qarab ajratishimiz mumkin. Misol uchun qishloq xo'jaligida, meditsinada, hammasida misollar keltirsak bo'ladi. Meditsinada bo'ladigan bo'lsa, ko'plab diagnostik ma'lumotlar bizga tasvir ko'rinishida keladi. Aynan ular bo'yicha tahlil qilishimiz mumkin, ya'ni yordam sifatida. Qishloq xo'jaligida ham o'simliklarning tasvir orqali kasalligini oldindan aniqlash, bashorat qilish imkoniyatiga egamiz. Amaliyotlarda misol uchun shaxs tasdiqlovchi, misol uchun masofadan hozirgi kunda xizmat ko'rsatish shunchalik darajada ortib ketdi. Misol uchun bank akkaunt, ya'ni hisob raqami ochish uchun birinchi maqsad odam o'zini shaxsini tasdiqlash. Shaxs tasdiqlash masofadan yuz orqali osonlikcha misol uchun isbotlasa bo'ladi. Yuz orqali shaxs tasdiqlash imkoniyatiga mavjud va boshqa ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Demak, mana shu yo'nalishlarning barchasini zaminida aynan Computer Vision sohasi turgan bo'ladi, to'g'ri? Xuddi shunday. Bu sohaga kirib kelishingiz qanday boshlangan? Bu sohaga ancha oldin kirib kelganman. Ya'ni u paytda oddiy misol uchun dasturlashni endi o'rganib, qaysi yo'nalishga qarab ketishdi o'zim aniqlashimcha har xil yo'nalishlarda. U paytda asosan misol uchun bizlarda desktop, ya'ni kompyuterlar, oddiy kompyuterlarga dasturlar tuzish, web endi kirib kelib, aynan eslayman, mobil Androidlar endi chiqqan paytlarida, u paytda birinchi versiyalarida shu paytda har xil yo'nalishni o'zim sinab ko'rganman, lekin baribir shunaqa boshqacha o'zim xohlagan qiziqishim bo'lgan, lekin keyinchalik omadim kelib, misol uchun aynan Janubiy Koreyaga imkoniyat bo'lgan, ya'ni PhD qilishga. Shu yoqda birinchi bo'lib Computer Vision bo'yicha ish faoliyatimni boshlaganman. Ya'ni professorimiz Jongjali laboratoriyasida bizlar ishlaganmiz. U yoqda asosan tasvirlar orqali birinchi loyihamiz tasvirlar ko'prikning salomatligini, ya'ni uni birdamligini aniqlaganmiz. Shundan keyin Computer Visionga aynan men izlagan yo'nalishligini tushunib yetganman. Computer Vision yo'nalishini aynan ishlab chiqarish sohasiga tatbiq qilish ustida ish olib boryapsiz. Aynan mana shu yo'nalishdagi loyihalaringiz haqida ma'lumot bersangiz.
Xo'p, ishlab chiqarishda birinchi o'rinda misol uchun sifat nazoratini aniqlasa bo'ladi. Ya'ni juda ko'p ishlab chiqarishda har xil sohalarga qo'llash imkoniyatiga egamiz. Misol uchun ishlab chiqarilayotgan mahsulotni har qanchasidirda bizlarda nuqson bilan chiqadi. Shu paytida misol uchun kimdir kuzatib turadi, uni to'g'rilash holatlarda bo'ladi. Juda tezlik bilan va juda ko'p chiqqanligi sababi odam adashish holatlari bo'ladi. Aynan computer vision bilan, ya'ni tasvir orqali biz ularni hal qilsak bo'ladi yoki ish faoliyatini, ishchilarning ish faoliyatini sifatini baholashimiz mumkin. Aynan bugungi kunda bizlar hozir kirish nuqtasi eng birinchi boshlaganimiz ishchilarni kelib ketishidan boshlaganmiz. Ya'ni kuzatuv kameralar orqali, yuz orqali biz aniqlaymiz, qaysi ishchi qachon keldi, qachon ketdi. Yani shu yo'nalishdan boshlaganmiz. Aynan mana shu xizmat ko'rsatish sohasida o'zini takliflarini berayotgan qator xorijiy kompaniyalarning mahsulotlari ham bor. Nima uchun unga muqobil tarzda bizni mahsulotlarimizni ishlab chiqarish sohasiga hisoblarni tatbiq qilish ahamiyati zarur deb hisoblaysiz? Misol uchun bilamizki, aynan hozirgi kunda sun'iy intellektlar, ya'ni umumiy olganda sun'iy intellektlarda aksariyati Qo'shma Shtatlarda yoki Xitoyda, boshqa davlatlarda ishlab chiqarilyapti. Juda ko'p startaplar ham asosini olsak, 90%lari API, ya'ni ularning mahsulotlaridan foydalaniladi. Bu holatda misol uchun ishlab chiqarishda yoki boshqa sohalarda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan o'zini ma'lumotlarini sir saqlash emas, himoya qilish deylik. Misol uchun ko'p ma'lumotlarni boshqa joyga berish ham, misol uchun har xil taraflardan xavfsizlik tomonidan ham, biznes tomonidan ham unchalik ma'lumotlarni berish unchalik kerak emas, chunki ular har xil maqsadlarda ishlatishi mumkin. Shuning uchun aynan o'zimizni sun'iy intellektlarda ishlab chiqargan maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Kelgusida misol uchun umumiy holatda ishlab chiqarishda bizlar boshlanishi misol uchun kelib ketishdan tashqari har bir xodimni misol uchun qanchalik darajada u ishlayotgan unumdorligini baholash, to'g'ri ishlayotganligini baholab berib borish bilan shug'ullanamiz. Keyingi asosda ishlab chiqarishda o'ziga qaratmoqchimiz. Zarifjon aka, mana boshida suhbatimiz avvalida aytib o'tdingiz, bu soha yo'nalishida sanoqli mutaxassislar bor deb. Agar shu yo'nalishni o'rganmoqchi bo'lgan yoshlar bo'lsa, ular qanday usullar bilan mazkur yo'nalishni o'rganishlari mumkin? O'zingizni maslahatlaringizni berib o'tsangiz. Avvalambor shu bironta dasturlash, ya'ni foundationdan boshlagan yaxshi. Farqi yo'q, qaysi yo'nalishdan qat'iy nazar sun'iy intellektda, ya'ni Python dasturlash tilidan boshlagan yaxshi. Va juda ko'plab ma'lumotlar aynan ingliz tilida bo'lganligi uchun ingliz tilini boshlagan yaxshi. Aynan computer vision bo'yicha misol uchun yoki boshqa sun'iy intellektdagi kurslar ham misol uchun onlayn mavjud. Mohir dev platformasida offlayn ko'rinishda o'quv markazlarida deyarli mavjud emas. Ya'ni boshqa yo'nalishlar, data sciencelar bo'yicha hozir ko'payib qolgan. Aynan hozir bu yo'nalish bo'yicha asosan onlayn o'qish mumkin. O'zingiz tayyorlagan shogirdlaringiz haqida va ularni aynan mana shu yo'nalishda ish topa olish darajasi qanaqa? Shu haqida ham ma'lumot bera olasizmi? O'zim o'qitgan shogirdlarim ko'pchilik aynan computer visionda, biz bilamizki, ya'ni computer visionda hozir juda nima desam bo'ladi, O'zbekiston kesimida hozircha qisqa, ya'ni kundan kunga oshib boryapti. Aynan shu yo'nalish bo'yicha ish faoliyat olib borayotgan startaplar ko'payib boryapti. Aynan shu yo'nalishlar deyarli aksariyatda men shogirdlarim o'qiyapti, lekin bular yetarli emas. Shuning uchun hozir ko'pincha misol uchun outsource yoki remote, ya'ni Upwork deymiz, shunaqa platformalarda ham ish faoliyatini olib boryapti va o'zim ham misol uchun yordamlashib boryapman. Ayrim vaqtlarda juda katta loyihalar kelib qolyapti. Loyihalar ham olib qolyapmiz. Aniq misol keltiradigan bo'lsam, oxirgi misol uchun Upwork platformasida Abdulnon shogirdim ish faoliyatini olib boryapti. O'rtacha misol uchun 6 oy atrofida ishlagan bo'lsa, birinchi loyihalari $10, $50 atrofida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda kelib umumiy ishlagan summasi 5000 ga yaqinlashib qolgan. Asosan faqat bitta ish qiladi, ya'ni computer vision bo'yicha. Umuman bu sohani kelajagini qanaqa ko'rasiz va O'zbekistonda mazkur sohani yanada rivojlantirish uchun qanday takliflaringiz bor? Kelajakda o'zim fikrim bo'yicha talab yildan yilga oshib boradi. Sababi Koreyadagi professorning fikri bor, shuni aytib o'tsam, Jongjeli aytgan, aynan tasvir, ya'ni kameralar, sensorlar yildan yilga arzonlashib boradi deyapti. Hozirgi kunda eng arzon sensor bu kameralar hisoblanadi. Sensor deganda bizlarda atrof muhitdagi ma'lumotlarni raqamli ko'rinishga o'g'irlaydigan qurilmalarni aytadi. Aynan tasvirlar bu degani o'z-o'zidan bizlarda hozir dunyoda qolgan ma'lumotlardan ko'ra eng ko'pi tasvir hisoblanadi. Ularni tasvir ko'paygandan keyin tahlil qilish kerak. Shuning uchun
har xil soha, ahamiyati yo'q qaysi sohani qat'iy nazar bizlarda shularni tahlil qilishga ma'lumotlar juda yig'ilib qolgan. Aynan misol uchun hozir keltirgan meditsina sohasi bo'yicha ham juda ko'p ma'lumotlar ko'p. Aynan O'zbekistonda deyarli bular hammasini qo'llash imkoniyatiga egamiz. Misol uchun to'g'ri, hozir holatda large language modellar sanoqli, ya'ni davlat darajasida juda katta summalarda qilyapti, lekin computer visionni bizlar o'zimizda aynan O'zbekistonda juda ko'p muammolarni hal qilish imkoniyati mavjud. Xulosa qiladigan bo'lsak, to'g'ri, juda ko'plab computer vision bo'ladigan bo'lsa, misol uchun juda ko'plab yo'nalishlar bor. Sun'iy intellekt aynan ma'lumotlarga qarab yo'nalishlarga ajratiladida, asosiy kuchli tarafi bu sun'iy intellekt ma'lumotlarni tahlil qila olish. Har xil ko'rinishda ma'lumotlar bor, bilamiz. Matn ko'rinishida, ovozli ko'rinishda, tasvir ko'rinishida. U matnli ko'rinishdagi holatda, misol uchun, agar biz ishlab chiqargan taqdirda ham u tilga bog'liq. Tilga bog'liq deganda muayyan bir tilga bog'lanib qoladi. Ovoz ham xuddi shunday, ular albatta tilga bog'liq. Tasvir bo'lsa, bu global holatda, ya'ni aynan o'zimizda holatda aynan shu yo'nalish bo'yicha rivojlantirsak, ya'ni bizlar ishlab chiqargan yechim butun dunyoda hammada til tanlamaydi, boshqa narsa tanlamaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, aynan shu yo'nalishda rivojlantirganimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Keyin asta global darajasidagi raqobatdosh kompaniyalar yaratish. Computer vision va sun'iy intellektni ishlab chiqarish sohasiga keng tatbiq qilinishi ish o'rni bilan bog'liq jarayonlarga qanday ta'sir o'tkazadi? Sun'iy intellekt kirgan sohalar oddiy ishchilarni o'rnini olib qo'yadi. Lekin bu yo'nalishda qiladigan bo'lsak, birinchi o'rinda aynan zavod o'z rivojlanganligi sababi O'zbekiston miqyosida, ya'ni ishlab chiqarish ortgan sari yana ham ko'proq ishchilarga talab oshib ketaveradi. Misol uchun, u boshlanishiga qisqa vaqtda shunday tuyulishi mumkin, lekin uzoq muddatda baribir misol oddiy qilib aytadigan bo'lsak, kompaniya yoki ishlab chiqarish zavodlar boy bo'lgan sari yana ko'proq ishchi o'rinni unumdorligi oshadi kompaniyani, ya'ni ishlab chiqarish va shuni evaziga ko'plab yana qo'shimcha ishchilar talab oshib boraveradi. Misol uchun, aynan computer vision mutaxassislariga nima uchun kundan kunga daromadi oshib borayotganligi asosiy sabablardan biri boshqa yo'nalishida juda ko'plab, misol uchun bilamiz, Copilot yoki ChatGPTlar orqali kod yozish ancha osonlashib bormoqda. Ya'ni aynan o'zimizni sohamizda ham bizlar ham albatta foydalanamiz, lekin hali beri ko'p muammolarni hal qilmaydi. Ya'ni ular shulardan sababi, misol uchun, daromadi oshib bormoqda. O'rtacha daromadi qancha sohada endi 1-2 yil tajribasi bor mutaxassisni? U o'rtacha deyarli, misol uchun, aytib bo'lmaydi. Aytmoqchi bo'lganim 2-3 barobar uncha katta farq qilmaydi. Asosiy bu yerga urg'u beradigani, misol uchun, ish o'rni ko'proq, ya'ni raqobat kamroq bu yerda. Chunki murakkab bo'lganligi sabab qolgan yo'nalishlarga nisbatan shunday desak bo'ladi. Aynan O'zbekiston sharoitida tajribali computer vision mutaxassisining oyligi qancha? Endi u o'rtacha 2000 hisoblanadi. Agar misol uchun boshlang'ich misol uchun oddiy Upworkda misol keltiradigan bo'lsak, minglar topish mumkin. Bugungi suhbatimiz aynan computer vision yo'nalishi va ushbu sohaning istiqbollari haqida edi. E'tiboringiz uchun rahmat.